Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar, kanalim kuzatuvchilari, ukalar, opalar, singillar. Nexia 3 qatoriga yetib keldik, xudo xohlasa. Aziz do'stlar, sizlar Ulxon tog'a kanalidasizlar. Sizlar bilan men har doimgidek kanal admin Ulxonman. 30-noyabr Sergeli Toshkent mashina bozori. Nexia 3 dan egalar ruxsat berganlardan birin-ketin tushirib ketaveramiz. Ruxsat bermaganlarni olmaymiz. Dastlabki Nexia 3 avtomobili mexanika 19 ekan. Metan gazlari bor, 4-pokoleniya. Demak, boshladik. Nexia 3. Bu yopiq ekan, ko'rsataman dedim. Orqadan ko'rinishlari. Ochdingiz-a? Bu nech pul so'rayapsiz bunga shu? 7000. 7000 kam bor. Mexanika variantida Nexia 3. Kraska, Pravik, kapot 3 bitni, kirli eshik, orqa eshikda 360 gazlari bor. 7000 so'm kami bor. 7000 ya'ni dollarda aziz do'stlar. Xo'p, 98lik 125, 95, 91. Bitta aka yana bor. Yashang. Akamizda bitta ekan. Rahmat akajon. Bu 20 kimdan ekan Nexia 3? Nexia 3 da aytib olasizmi aka, sizniki ekan, narxi. Bu. Bo'ldi, xo'p bo'ladi aka. 7800. 7800. Demak, 2020 7800 narxi 210 ming probekda. 210 ming probekda Nexia 3. 99lik 886 42 39. Pozitsiyasi ikkinchi pozitsiya ekan. Bu metan gazlari bor ekan bu Nexia 3'imiz. Mexanika variantida. Lekin yaxshi ekan Nexia 3. 18-19 million ham bor avtomobil. Qani? Mana. Ya syomka qilaman-da, shu ko'rsatib o'tib ketaveraman. So'raganlar bor. Keyin kofenimi rang so'ragan obunachim bor ichida. Agar gaplashib topib qo'ysam keladi Surxondaryoda. Kuzatuvchilar. Kofe rang deyapti. Bormi shunaqa rangidan abzor ko'radi? Rang bormi? Yo'qmi? Dangalga keladi. Yo'q, o'zi kofe rang. Shikalar. Cho'qqon shuni so'radim, bilmayman-da. O'tgan safar ham syomka qiluvdim, mana shu qatorda bor ekanda, kimdadir. Endi bilmayman kim Bizda bor edi, uni ham sotdim. Ha, o'sha topib bering deyishdi. Tak, buni syomka qildim, nomerlarni aytdim. Bu avtomat siznikimi? Mayli, qo'yaveramiz. Oqib bo'lsa, farqi yo'q. 19 million. Avtomat korobkada. Qayerda u? Bu naryo taraf. Naryoqda. Naryo tarafda mana bunaqa joyida. Narigi tarafda mana shu joyida ketni joyi bor, kichkinagina. Avtomat bu yil necha dedingiz? 18. Aziz do'stlar, 18 ekan. Benzinda. Ya metan ham qo'yilgan. Yo'q, vash qo'yilmagan. Vash qo'yilmagan benzinda. Kraska faqat o'sha joyda bor ekan. 19 ming yurganmi? Shunaqa? 19 ming yurgan. Pashti yurmagan ekan. 99lik 886 42 39 telefon nomerlari, aloqaga chiqaverasizlar. Mana salonlari. Mana TV. Xo'p, avtomat Nexia 3. Yaxshisidan so'raganlar uchun. Aka bittami yana bor? Bor, mana Cobalt bor. Ya Cobalt emasdan Nexia 3 da hozir iloji bo'lsa. Mana shu syomkamda sheriklarga bo'lsa ham ko'rsatib yuboring. Bu narxini aytsangiz buni 18 da bu avtomat. Ana 7900 qilib beraman. Ana 7900 qilib beraverar ekan. Ulxon tog'a kanalidan telefon qilsanglar 7900 ga beraveramiz deyishyapti. Rol o'zgargan ekan. Xo'p. 7900 18-yil ekan, 150 ming yurgan. 99lik 886 42 39. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana yana Nexia 3. 22-pozitsiya. Kimdan ekan bu? Sizlar aytamiz. Bu sizniki, bu yil nechi? 18. Avtomat, mexanika? Avtomat 8200 bo'lsa berib olasiz. Telefon nomeringiz? Qog'ozda yozilgan. Ha, 18 ga 19 164 ming yurgan, benzinda 93lik 515 60 50. Telefon nomerlari, aloqaga chiqaverasiz. Nexia 3 avtomat korobka. Monitorlari bor ekan. Ko'rishlari mumkin. Mana orqadan ko'rinishlari. Telefon nomerlarini aytdim. Ma'lumotlarni aytdim. Aka rahmat, charchamang. Bu qora kimdan ekan?
Narxni aytasizmi? 7900. 17-yilda ishlab chiqarilgan qora rangda. Nexia 3 193 ming yurgan. Bu avtomat korobkasidan ekan. Salonlari ko'rishlaring mumkin. Uzr. Hop. Ko'rishlaring mumkin mana. Narxini aytdik. 93lik 837 59 19. Bu yog'iga Spark'da boshlanib ketar ekan. Ko'ramiz, bunda aylanib oldiga o'taylikchi. Nexia 3. Nexia 3. Nexia 3. Assalomu alaykum. Tog'a buni yil necha ekan? 17 probegi. 160 ming yurgan. Avtomat korobka 160 ming yurgan. Kraska? Bagaj kilo bo'lgan. Orqa bagaj bilan Orqa kilo. orqa kiradi. Qolgan joyi toza. Narxi 708 ga beraman. 708 ga berib yuboraman deyishyapti. Telefon nomeri tog'a? 470 Kodi bilan. 97 97lik 470 8907. 8907. Aloqaga chiqaverasizlar. Avtomat korobka 7800 ga berib yuboraman deyishyapti. Narxni ancha tashabdi. Nexia 3larda. Adashmasam. Hozir gap yo'q. Avtomatlar 7800 ga berib yuboramiz deyishyapti. Xo'p, Nexia 3 18 bor ekan. Xo'p, 20 avtomat bor ekan. Aka kechirasiz, sotiladimi bu? Ha, Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Narxi nechi pul ekan? 8 Yili 20 ekan. Probegi nechta? 154. Dizellik. Kraska? Kapotini ustida bor. Kapot ustida bor. Rahmat, nomer yozilgan. Bo'ldi, aytaveraman. Gaplashavering. 20 avtomat 99lik 886 42 39. Nexia 3. Qiziqalar. Xo'p, Nexia 3 17-yilda ishlab chiqarilgan. U 137 ming yurgan, 8 ming bo'lishi debdi, 90lik 924 54 45. Mana Nexia 3. Bo'lishi 8 mingmi, shep? Nexia 3da. Bo'lishi yozib ket. Ha, kam bor, ha? O'tib beramiz. Yaxshi. O'tib beramiz. Kami bor deyishdi. 8 ming yozilgan. Arqa holatlari. Obunachilarga ko'rsatib qo'ydim endi. Rul o'zgarganmi? Avtomat korobka. Ma'lumotlarni aytdik. Aka, charchamang, 8 ming kam bor, ha? Rahmat. Bu sizdan emasmi? 16-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 bor ekan. 16 bu nech bo'lar ekan, kechirasiz aka, xormang. Yaxshimisiz? Narx 7,5. Bu 7,5 ming ekan. 16 90 ming probeg. 90lik 178 38 87. Xo'p. Buni egasi yo'q ekan. Kraska toza. Aziz do'stlar, shu bilan videoga yakun yasaymiz. Nexia 3lar videosi Xudo xolasa yakunlaymiz. Endi nimaga desanglar, kamroq syomka qildik. Keyingi videolarga o'tamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.